bizning xususan İstanbul'daki Uyg'ur qarindoshlarning ichida shu ijara masalalarida nurg'un qiyinchiliklar chiqyotidi, jidallar. Bu yerda ikki nuqta bordi. Bu biri İBM sizlar deb o'tgandek, mesela ben sizlardan bir uy ijara aldım. Uy ijarani olgandan keyin bu Türkiye'de bozor bahası muqim bo'lmaganligidan men ijaraga sizlarga masalan 5 ming liraga bergan bo'lsam, keyin o 5 aydan keyin ya 6 aydan keyin bütün narsaning bahası o'lib ketdi. Ondan keyin boshqa uy ijaralimi o'ldi. Shunga qarab men kelib sizlarga yoki bu hamda bundaq bozor bahası o'lib ketdi, uyimga yana zam qo'yma deb kelsak qanday bo'ladi hamda? Birinci bo'lib hamda yuqorida deb o'tgandek bu ijara deganlik bir odamning mulkini ma'lum vaqtliq ilib foydalanish bedeliga to'laydigan bir pul hamda. Xo'sh. Bu yuqorida deyilgandek muddati belgilangan bo'lishi, pulninki miqdori belgilangan bo'lishi lozim. Xo'sh. Buni qara holatda yoki bozorning o'zgarishi, bahoninki igizpes bo'lishi buni tashlab qo'yadigan ish emas hamda. Unda qilganda cho'qim ikki tarafninki o'lchishida yana masala chiqib kelib chiqar hamda. Shuning uchun bu masalada birinchi o'lab hamda deydigan gap mesela uy egallari desak, uy egallariga nisbatan nurg'un iqtisodlik uylarni pul tepish uchun muqim bir ziyon tortmaydigan bir mablag' ziyon tortmaydigan bir mablag' sarflamdi bu uy elish deganlik. Bu asos ziyni yo'q tijorat hamda bu. Xo'sh. Ziyni yo'q tijorat bo'lgandan keyin o'zininki iqtisodiy sharoiti yaxshi, boshqa nurg'un ishlar joyida menayotgan kishilar bor hamda. Uylarni ya binolarni ilib ya necha uylarni ilib ijara berayotgan bunda odamlar bor. Bunda odamlarga tavsiya hamda. Bu ular bunda qilish kerak degan mazmunda emas. Unda iqtisodiy joyida odamlarga cho desa, tavsiya tariqasida shularninki oxiratligi uchun, oxiratligining yaxshi bo'lishi uchun, o'zining iqtisodining hisobining oson bo'lishi uchun bugungi kunda uyda ijara o'ltirayotgan kishilarga amal qilib adolat bilan, insof bilan, ish og'irtish bilan muomala qilib, masalan, ish og'irtish bilan muomala qilib uyini amal qilib ijarasini bak o'stirib olmay, bozor bahası manda deplam turib olmay, bozor bahası 10 ming lira ekan bugungi kunda. Masalan, bir 7 ming lira berib, bir 3 ming lirani tashib etib, chunki xalqninki ijarada o'ltag'anlarninki bugungi kunda haqiqiy qiyinchiligi bor edi. Eng yaxshi ishligini obdan pul topgani ko'p holatda 15 ming lira ara ishlaydi. Xo'sh. Bo'lmasa 12 ming lira, 13 ming lira aran ishlaydi. Bu 15 ming lira degan taqdirdimi shuning yerimini yoki 5 ming 6 ming lirani ijara versimi bugungi kunda bir odamning 3-4 balasi olsa qolgan pul yetmaydi hamda. Bu shunday bir sharoit asr bo'lgan ekan, shu xalqimizning shu qiyinchilikda qolgan kishilarga, bularning turmushida texim og'ir qiyinchilikqa duch kelmasligi uchun uyning egisi boshqa iqtisodimi bo'lsa, cho'qim bazadaki normal bahadan 2-3 ming lira uyini azam bersa, masalan, bu nihayet şereflik bir iş hamda. Bu şereflik bir iş. Onun geldiğinki vacip bir iş emas. Vacip emas. Vacip bir iş emas. Lekin musulmonca desa, har qanday vaqtda o'zining qarindoshlarga rahim qilish, kuyinish, sadiq qilish, yaxshilik qilish buyurilgan. Musulmonning faqat mas'uliyati faqat zakat verishlar emas. Bu zakatdan boshqami nurg'un sadiqa va, nurg'un yaxshilik va, boshqalarga sil rahim qilish va, yordam qilish va. Unda bo'lgandan keyin birinchi o'lab cho desa, ashuna iqtisod egallari o'zining iqtisodiy tijorati joyida har xil sohada joyida menayotgan, yangiq pul kirayotgan qarindoshlarimizni uy egallarini cho desa, o'zininki qarindoshlariga amal qilib yaxshilik qilishga, bozor bahosidan biroz tuvallatib berishga tavsiya qilamiz hamda. Bu dinimizningki va tasaddaqu khayrul lakum hamda. Yani ayında yardım qilish boshqalarga har qanday vaqtda
Başkalarını xursand qilgan, Allohni xursand qiladigan bir ish. Birlam uy emas, bir qancha tane uy varken, başka kelirim varken, boshqa tijorat varken, boshqa kirim varken, mal nima qilish uchun tijorat maqsadida olib qo'ygan uylar bo'lsa, buni hozirgidek qiyin sharoitlarda azam birib shu orqali yaxshilikqa ega bo'lish. Yaxshilik ega bo'lish bu har qanday bir yaxshi islomning tavsiyasi. Islomning tavsiyasi yaxshi musulmonda tepilishga tegishlik axloq endi. Bu birinchi nuqta. İkinci nokta ruay qilishga tegishlik. Bir mesele nima desa, bir adamning masalan o'zi İstanbulda yashaydi. O'zining kichik puli bor, boshda 2015-2014 kelgan vaqtda uni qilib baxti, buni qilib baxti, ziyon tortdi nurg'un pullarni. Ozgina pul qolgan vaqtda ya biz ya ishga o'yib qo'ydi, ya bijtal bir 3-4 uy va binodan bizni oldi. O adam hozir har xil sabablar tufaylidan tijorat qilolmaydi. Ticaret kılanmay, şu 2 uydan ya 3 uydan ya 5 uydan kirgen pul ne? Müşahede kündülük hayatını ötküzüş için yüzüne bir uy var mesela. Kajlaydı o hamda. Bunda adamlarga nisbeten çünkü bunun biz köydük hamda gözümüz bilen. Bunda adamның uyda oltağı adamның çoğu dese, oy senin uyan olgan diken, nimi deyten, bunda bəsəng nim buldu diken, dep belki o adamga zulüm kılmay, çokum o adam eğer bazar bahası manşpul dep aşın talep qilgan bolsa, çokum bu qaçan dese, halqı uyning ijara muddati to'shqandan keyingi gapimda. Buningki nimasini çoğu adamni xalq qilmay, mayli odamninki qirlig'idan yoki bo'lmasa ojizligidan yoki bu yerdagi qonun prinsiplardan, ma'lum yuchuqlardan foydalanib, halqı u yerga biz hozir kelamiz. Sizning birinchi tavsiyalari, masalan, maligisga qo'ligida birkaç tane uyları var adamlarga, yani mümkün kadar öyleni elzem bir iş. Elzem bir iş. İkincisi, uy ijara alganlarga o ijara bergüchininki bazı şaraitlarga rioya qilish. Rioya qilish. Tamam. Müşahede yana bir mesele var. Biz yuqorida masalan muddatni bekitdik hamda. Bizning Uyg'ur qarindoshlarning ichida bunda ahvollarmi ko'p yuz bergan. Masalan, men sizdan bir tane uyni ijara aldım. Ondan keyin ben 8 ay, 9 ay o'tdim. Ondan keyin ben bir yer ketmoqchi, Qaysariga ketaman, ya boshqa bir yer ko'chib ketaman. Ondan keyin o sizlarga men demasdilar uygisiga. Yana bir do'stim makablar ya turishim makab, men uyga ekib qoplam boshqa kidirg'ish var. Bu Uyg'urlarning uydimi buloqliq, Türklardan olgan uylarga shunday qoyishlar olib, bu keyin bu sizin adamla, qanday adamla bu? Falanı qo'yvarsam, bunda qipti kiysam başqa adam turdi. Yoki bir oila o'tirmida bunda bir mujaq adam o'tiribdi deydigan nurg'un shikoyatlarni anglatib qoldi. Masalan, mushu qilgan ish to'g'rimi? Birinchi bo'lib, endi al-muslimuna inda shurutihim deb payg'ambarimizning hadisida musulmonlar boshda nima deyishgan bo'lsa, shartlarga rioya qilish lozim. Nima deb shartlashgan bo'lsa, shu shartga rioya qilish lozim. Faqat haram, halal masalasidan boshqa masalalar. Ya'ni haram narsani halal qildigan yoki halalni haram qildigan bunda shart bo'lsa, bu kuchga shart emas. Bunun boshqa shartlardi shu deyishgan shartga amal qilish lozim. Shu shartlarning qatoridan masalan uyni 1 yillik oldi bir adam. 1 yillik olgandan keyin bu odamning haqqi shu uyda 1 yilgacha o'tirish haqqi bor. Yüzü 6 ay oltadı, ya ki 7 ay oltadı, ya 10 ay oltadı. Bir 2 aylık, 3 aylık müddet kaldı. Bunda müddet kalgan bolsa, eğer bu adamın ki hakkı öyünün ilgisi gidip, ben sizin oyunumda ağan tem, hazır benimki iş ornum yötkülüp gitti mesela. Mevadın Kayseri'de bir İstanbul'da işleydim, hazır Kayseri'de bir işim çıkıp kaldı, yaxşı iş. Şu an ketmekçe. Deysen, bizim Hanefi mezhebininki prensip boyunca bu adamınki aşında iş ornu yetkilip gidip mesela benim olsa icara kelişimini bozuş hakkı var. Ağuçununki. Onda olgandan keyin bu adam ben avval ketmekçi edip icara tuzumu kelişimini 1 yıllık icarını kelişim tuzgan emas mi? Bunu bozup kesse önüngisininki yak sana 2 aylık icarını bersen
Masalan, hozirgi hech kishi bunday demaydi-ku. Aynen. Agar baha muqim bo'lib yoki obdarroq pul bergan bo'lsa, uyning egasi unmasligi mumkin. 1 yillik deyishgan tuqamasin ba'zi, qolgan pulni bersa andan chiqsan deb. Lekin bugun sharoit asra har qanday odam uydan chiqib ketay desa, uyning egasining 90% uni xo'sh bo'lib, voy chiqib ketsin deydimda. Chuqur bu odam cho desa, ashunda 2-3 oy qolgan vaqtda uyning egasiga deb qo'yib, men buningdagi uyda ijarada o'ltamayman deb ketish bu odamning haqqi. Xo'sh. Kasb bo'ladi. Yoki qarshi taraf uni qabul qilish qarshi taraf shariatda Hanafiy mazhab bo'yicha qarshi taraf ashunda bo'lib qolsa, ya'ni u odamningki mabadi ishlaydi. ijara oluvchi biz zurriyat ashunda zurriyat tug'ildi. Masalan, boshqa yerdan ish chiqdi. Mabadi bir zavodda ishlaydi, u zavod masalan ishdan to'xtab ketdi. Amaldan qoldi, yo bir do'kon ochdi, u do'konni kuyib ketdi, yo moli bo'lmadi masalan. Bu shunda zodi e'tiborga og'ini buldigan bir sabab bo'lsa, o'zingiz qabul qiling demdi. xo'sh. Mayli uy egasininki yoki qarshi tarafniki. Lekin bu qarshi tarafni uni qabul qilish lozim hamda. Xo'sh. Hanafiy mazhabda qozni oldiga borsa qabul qiladi ma'lum shartlarni. Ashunda o'zirlarni. Lekin jumhurning mazhabicha desam, qolgan mazhablarda Hanafiy mazhab biroz kengaytgan, o'zirni kengaytgan. Lekin qolgan mazhablarcha desa, 1 yil deyishgan bo'lsa, 1 yil bu odam o'ltirish lozim. Unda mening ishim chiqib qoldi deb boshqa yerga ketsa, uyning egasi rozi bo'lsa mayli. Agar rozi bo'lmasa, bu kelishimga xilovlik qilgan bo'ladi. Agar ijorini talab qilsa, uyning egasi berish kerak. Deydimda. Xo'sh. Shuning uchun ma sharoit asosida desa, bugun sharoit asosida uydan chiqib biray desa, yo'q deb turib oldigan odam yo'q. Asos jihatdan. Unda bo'lgandan keyin bu odam ajna deb qo'yib chiqish lozim. Yoki bo'lmasa, uyning egasiga mening 3 oylik vaqtim bor. Ya'ni 3 oylik vaqtim bor ma uyda o'ltirashga, yo 4 oylik vaqtim bor. Men bir yaqinimni, yo ma do'stimni, yoki ma og'inimni mush uyda 4 oy o'ltirib turdi. Bu yerdagi inchki masala shu. Uni birinchi agar masalan yoki nimaga deyish kerak uyingizga. Men bunda ko'chib ketaman deb yoki agar unda qilmay olsa boshqa bir kimni akab qo'ysami, uni bu deyish kerak. Uni deb qo'yish kerak. Agar demay qilsa, bu durustlanib bo'lmamdi, shuni nuqsa. Bu demisa to'g'ri olmaydi. To'g'ri olmaydi. Cho'qim uyning egasiniki kimga berganligidan xabar bo'lish lozim. Yuqoridagi aqdida ikki taraf ma'lum bo'lganligidan. Bu uydimi az ko'raldi, lekin mashinada jiq ko'raldi bu masala. Masalan, mashinada men bir mashinani ijara olib, boshqa bir odamga ijara berib, u boshqa bir odam 3-chi bir odamga ijara berib, ondan u 3-chi odamning yo 4-chi odamning qo'lda chataq chiqib, mashina buzilib qoldi, bir ish bo'ldi. Shuning bilan ondan orliqda bir mashinaningki masalan masalasiga 3-4 odam chetlib qolgan manda bir vaziyatli yuz berdi. Bunda ishlar yuz berib, musulmonlar o'rtasida talash tortish bo'lib, ziyonni kim o'z ustiga oladi degan manda talash tortishlar kelib chiqmasligi uchun desa, cho'qim bu masala aniq bo'lish lozim.